Bugun 1-yanvar, shuning uchun tomoshabinlar uchun ajoyib bir loyihani tayyorlaganmiz. Hamkasbim Oybek Mingboyevni kutib turibman. Albatta tomoshabinlar bunga baho beradi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangi yillarni yaxshi o'tkazib oldingizmi? Albatta, yangi yilda menimcha hamma yaxshi kayfiyatda o'tkazdi. 1-yanvar. Endi to'g'risi tunni qanday o'tkazdingiz deb so'rasangiz, hammasidan ham eng zo'ri davlatimiz rahbari tomonidan xalqimizga yo'llagan bayram tabrigi juda ham bir ajoyib bo'ldi. To'g'risi o'zim ham ko'rib, ana shu xalqimizga yo'llagan tabrigini eshitib, g'ururlandim, faxrlandim va albatta mana shunday yurtda yashayotganimga yana bir bor shukrona keltirdim. To'g'risini aytganda, bu bayram barcha uchun menimcha juda ham bir yuqori kayfiyatda, yaxshi o'tdi degan umiddamiz. Shunday bo'lsa-da, menda bir taklif bor. Aynan kecha tungi navbatchilikda biz rahbarimiz qolgan bu yerda. Keling, dastlab u kishini oldiga kirsak-da, u bilan ham ozgina suhbatlashsak, 2025-yilda qanday kutib oldi va 2025-yilda qanday rejalari bor edi, qaysilariga erishdi va 2026-yildagi maqsadlari qanday. Shular haqida bir suhbatlashsak. Marhamat. Eng muhimi, hamma mualliflar yangi yil shtugi haqida qandaydir ko'rsatuvlar tayyorladi. Siz bilan biz bugun aynan o'zimizni jamoadan ko'rsatuv tayyorlab xalqimizga uzatamiz. Demak, ko'rsatuvimizning nomi ham o'zimiz haqimizda. O'zimiz haqimizda. Ketdik. Marhamat. Oybek, ochig'ini aytsam, ishxonaga men har doim talpinaman-da. Sababi insonni ana shu hayotida, mana bugungi kuningizni necha foizi sizni ishxonada, ish joyingizda o'tadi? To'g'risini aytganda, bir kunda 24 soat agar aytadigan bo'lsak, to'g'risi bir 8 soatgagina uyga borib kelamiz. Qolgan vaqtimiz to'g'risini aytganda mana shu ishxonada o'tadi. Shuning uchun ham bu ishxonaga mehrimiz boshqacha. Shuning uchun ham 31-kuni ham, mana bugun 1-kuni ham ishdamiz. Endi qarang, ijodkormizda, ijodkorlar o'zi tayyorlagan mahsulotni efirda ko'rsa bir boshqacha bo'ladi-da, bir yangicha yondashuv, yangicha 2025-yilda qanday ko'rsatuvlaringizdan o'zingizni ko'nglingiz to'ldi. Keling, o'zimiz haqimizda ham gaplashaylik. To'g'risini aytganda, o'tgan mana shu ortda qolgan 2025-yilda ko'plab mana shu viloyatimizda ijtimoiy iqtisodiy hayotda sodir bo'lgan voqeliklarni yangiliklarda berdik va o'zimga eng yoqqani shu Andijon nafasi ko'rsatuvi bo'ldi. Shu Andijon nafasida jonli chiqqanimiz. Mana yana bir ijodiy xodimimiz. Gulmira bo'lishiga qaramasdan kelyapti. Mana Gulmira Odiljonovani oldiga biz hali aynan studiyada ish faoliyatida ko'rishib yonida yangiliklar haqida eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yangi kun, yangi yilning 1-kuni muborak bo'lsin. Andijon viloyat teleradio kanali 2026-yilda yanada tomoshabobligini oshirish yo'lida qanday rejalarni oldiga tuzib oldi? Joriy yilning 26-dekabr kuni hurmatli prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaati vazifalarini manbalari bilan, mablag'lari bilan belgilab berganligi biz jurnalistlarni oldimizga muhim vazifani qo'ydiki, demak jurnalistlar avvalambor nima, qayerda va qachon bo'layotganligini va bor ko'lam bilan ochiq oshkora shaffof holatda xalqimizga yetkazib berish kerak. Aynan mana shu masalalarimiz bo'yicha davlatimiz rahbari bizga aniq vazifalar belgilab berdi. Bugun Andijon viloyat telekanalining barcha xodimlaridan olib turgan masala yuqorida aytilgan hamma vazifalarni soha amalga oshirishi va amalga oshirilgan ishlarimizni xalqimizga o'z vaqtida bor ko'lamicha, boricha yetkazib berishdan iborat. Viloyat hokimimiz
biroqta o'zida ma'naviyat ma'rifat kengashi raisi sifatida 2025-yilda 3 yanvar kuni Andijon shaharining markazida katta xiyobonga butun viloyatimiz ziyolilarini, xayrixohlarni, jamoatchilik vakillarini o'shaga chaqirgan holatda o'sha 2025-yildagi prezidentimizning murojaatining mazmun mohiyatini eng chekkaga mahalla kesimida yetkazish bo'yicha topshiriq berdi. 67 ta ishchi guruh tashkil qilingan. Har birida ommaviy axborot vositalari qo'shilgan. 2025-yili qiladigan ishlarimizni xalqimizga yetkazish bilan birgalikda, demak, Andijon viloyat telekanali o'sha joylarda bu borada qilingan ishlarni hammasi o'z vaqtida ochiq va oshkora holatda va shaffof holatda bor ko'lam bilan xalqimizga yetkazish harakatini qildi. Lekin bitta narsa borki, joylarga borib avvalgi mavjud texnikalarni foydalangan holatda axborotlarni olib kelib, bu yerga montajga qo'yib, montajdan keyin belgilangan tegishli tartiblarda ularni ishlab xalqimizga yetkazish qaysidir ma'noda vaqt yo'qotgan edik. Mana bu yilni oxirgi choraklarida bu sohada biz ham yangilikka, demak, bir islohot bilan ish boshladikki, bu ham bo'lsa hurmatli hokimimiz Shuhrat Qo'shaboyevni bevosita televideniyega tashrifidan boshlandi. U kishi kelganlaridan keyin moddiy texnikani yanada mustahkamlash uchun 1 milliard mablag' ajratib berdi. Shu bilan birgalikda homiylar tomonidan qisman moddiy texnika bazalari mustahkamlandi. Shu bilan birgalikda hududlarimiz obodonlashtirildi, juda katta islohotlar qilindi. Shu bilan birgalikda biz jurnalistlar ham aynan viloyat hokimimiz Andijon shu televideniyaga tashrif va u yerda belgilab berilgan vazifalardan ilhomlangan holatda axborotni jonli holatda efirga berish masalalari va axborotlarni joyiga chiqib aviasimizdan foydalangan holatda to'g'ridan to'g'ri efirga berish amaliyotini qo'lladik. Shu bilan birgalikda haftalik axborot tahlil dasturimiz, 7 kun axborot tahlil dasturimizni ham yangi formatda xalqimizga keng ko'lamda yetkazib berish amaliyotini qo'lladik. Shu bilan birgalikda eng muhim dolzarb masalalarimizni ham bu korrupsiyani oldini olish bo'ladimi, zo'ravonlik bilan bog'liq bo'ladimi yoki qilinayotgan ishlarimiz bo'ladimi, hammasini dolzarb mavzularda, demak, ko'proq tok shoular. Bu yangi loyiha, yonma-yon, umr saboqlari kabi tele shoularni ham telenovellalar bilan biz buni, demak, efirga odamlarimizga, xalqimizga yetkazish choralari ko'rildi. Prezidentimiz tomonidan belgilangan vazifalarning ichida Yashil makon umummilliy dasturi loyihasi asosida ishlash kerak edi. Andijonda xabaringiz bor, prezidentimizning tashriflarida yangi Andijon massiviga Bobur shahri deb berildi. U yerda dastlabkiga yashil makonga aylantirish amaliyoti qo'llanildi. Bir vaqt o'zida hamma soha vakillari, demak, o'zini hissasini qo'yishga harakat qilgan bo'lsa, bizning vazifamiz u yerda amalga oshirgan ishlarimizni xalqimizga o'z vaqtida yetkazishdan iborat edi. Biz buni qay darajada uddaladik? Albatta buni teletomoshabinlarga havola qilamiz. Shu bilan birgalikda aynan mana shu tashabbus Andijon viloyatidagi mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxona, tashkilotlarda, kerak bo'lsa mahallalarda, xonadonlarda juda katta keng ko'lamda amalga oshirildi. Aynan mana shu milliy dasturning ijrosini hurmatli hokim Shuhrat Qo'shaboyevni aynan telekanaliga tashrifida ham bo'ldilarki, ular bizning ham televideniyamizning hovlisida mavjud bog' yaratildi. U yerga 100 dan ortiq manzarali daraxtlar, gullar ekildi. Teletomoshabinlarga axborotlarimizni ham bugungi kundagi ularning talabi, ehtiyojlarini o'rgangan holatda efirga berishimiz kerak degan xulosaga keldik. Mana yuqorida aytib o'tganimizdek, bugungi kunda biz original efir vaqtimiz 2,5 soat deb belgilangan bo'lsa-da, biz ushbu soatlarni 4 soatgacha olib boryapmiz. Bu nima hisobiga bo'lyapti? Bugun Andijon nafasi ko'ngilochar tadbirimizni rang-barangligi, jozibadorligi, u yerda ham odamlarning kayfiyatini ko'tarish bilan bog'liq ma'lumotlarni berish bilan birgalikda endi yuqorida aytib o'tganimizdek kunlik axborot dasturlarimiz va haftalik axborot tahliliy dasturlarimizni endi onlayn asosda efirga berishni yo'lga qo'ydik. Mana boshladik endi bu narsani. Lekin biz 2026-yilda bu sohadagi ishlarimizni yanada takomillashtirish choralari bo'yicha aniq rejalarimiz bor. Rahmat aka mumkinmi?
Assalomu alaykum. Mana hozir ham 1-yanvar bo'lishiga qaramasdan ustoz ham ishda. Ish joyida. Assalomu alaykum Ibrohim aka. Tomoshabinlarimizga juda ham qiziq. Marhamat, o'tirib olamiz. Andijon teleradio kanali 2026-yilda Qanday loyihalarni amalga oshirishni reja qilgan. Keling, mana shu haqda ma'lumot berib o'ting. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Birinchi galda butun xalqimizni, hamkasblarimizni, vodiy ahlini kirib kelgan yangi 2026-yil bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Birinchi galda men yangi yil haqida emas, yakunlangan yil haqida ikki og'iz aytib o'tsam, yakunlangan 2025-yil bizni Andijon viloyat telekompaniya uchun g'oyat barakali yil bo'ldi. Biz o'sha o'tgan yil qabul qilingan ijodiy konsepsiya bo'yicha oldimizga qo'ygan barcha ko'rsatuv hamda axborotda rejalashtirilgan mavzular bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha belgilangan rejani ortiq bilan bajardik. Bu reja deyishim bir ijodkorga bir qandaydir noqulayroq bo'lishi yo tomoshabinlarga bularda ham reja bo'lishi mumkin deyish mumkin, lekin aslida biz baribir bu dastur kim yilni boshida shu yilda qiladigan hamma o'ziga reja tuzadi. Mana xalqimiz kecha yangi yilni katta xursandchilik va quvonchli bir yutuqlar bilan kutib oldi, sarf hisob qildi-da, misol. Mana 26-yilga o'sha reja tuzadi hamma. O'zini shaxsiy hayotida, oilasida ham, qolaversa ish joyida juda ko'plab ko'rsatuv lavhalarini xalqimizga havola qildi. Bu lavhalarni ko'rsatuvlar berishi demak shu Andijonda viloyatda juda katta ishlar, islohotlar, o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari, yaratuvchilik ishlari olib borilayotgan dalolat beradi. To'g'risi o'tgan yilda biz ijodiy texnik xodimlarni ham aynan oylik maoshlarimizni oshirilgani ham to'g'risi bizni yana ham bir kuchi bilan, shijoat bilan ishlash kundadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Orzu edi albatta bu. Har bir jurnalist uchun. Oybek yaxshi esga soldingiz. 2024-yil 19-sentabr kuni prezidentimizni shu Milliy telekompaniya media makonida shu so'zimizda aytyapman, buni shu televideniya rivojlantirish bo'yicha 141-sonli farmon e'lon qildi. Bu tarixiy farmon bo'ldi. Shu necha yildan beri biz hamkasblarimiz orzu qilib kelgan, birinchi o'rinda oylik maoshlarni ortishi, keyin qalam haqini oshishi, bu katta bir to'g'risida ijodkorlar katta quvonch bilan kutib oldi-da. Qolaversa 2025-yil 1-yanvardan shu ustama haqlarni belgilanishi. Oyliklar ortdi, gonorar oshdi. Undan tashqari siz oldin shu tizimda ishlang yoki ishlamang. Shu dastlabki ish boshlagan kuningizdan boshlab shu kunda ishlayotgan kuningizga necha yil bo'lgan bo'lsa, shu yillar ustama haq qildi. Davlatning e'tibori, aynan mahalliy hokimlikning e'tibori, moddiy texnik bazamiz, umuman mana shu jihatlar baribir xodimlarda malaka oshirish masalasi ham kun tartibida turadi. Xodimlarning malakasini oshirish, zamonaviy yondashuv, bu borada qanday ishlar olib borilyapti? Aynan ijodiy ishlab chiqarish guruhining rahbari sifatida siz bunga qanday rejalarni oldingizga qo'ydingiz? Birinchi galda yakunlangan yilda aytadigan bo'lsam, G'ayratbek, biz usta shogird yo'nalishini yo'lga qo'yganmiz. Tasvirchilarimiz ham xuddi shunday talab qo'yilganda, malakali uzoq yil ishlagan tasvirchilarimizga ustoz tasvirchilarimizni berkitganmiz yoshlarga. Qolaversa, yosh jurnalistlarimiz ham, yosh tasvirchilarimiz ham ustozlar bilan birgalikda syomkaga hududlarga chiqadi. Shu yerda jarayonlarni olayotganda qanday raksni olish kerak? Bizda televideniyada kadr gapiradi-ku, bilasizlar-ku. Har bir so'zga monand kadrni olish, qolaversa kadrda o'zi ham nima olayotganini o'zi gapirish kerak. Shuning uchun shu ustozlardan o'rganadi. Bu bir. Ikkinchisi, malaka oshirishni davlat yo'li bilan, ya'ni ularni joylarga borib malaka oshirish, ya'ni birinchi galda O'zbekiston Milliy telekompaniyasiga borib, u yerda o'quv bo'limi bor, shu yerda shu bilan birgalikda Nizomiy nomidagi O'zbekiston pedagogika universitetida, O'zbekiston ommaviy axborot va kommunikatsiyalar universitetida tajribali avval ishlagan bizni boshlovchilarimiz bor, jurnalistlarimiz, rejissyorlar shu yerga borib aynan bizni hamkasblarimiz shu yerga malaka oshirib keldilar. Bu ishda o'z natijasini ko'rsatdi. Bundan xursand. Bu an'anani ushbu yangi 2026-yilda davom ettiramiz. Onlayn orqali haftaning kerakli kunlarida shu markaz bilan bog'lanib Zoom orqali bevosita shu malakasini oshiryapti. Ilmiy salohiyatni oshirish uchun hozirgi kunda men sir yashirmayman, sirda ochishim kerak. Shu ijodkorlarimiz dissertatsiya himoyalarini ishlarini ilmiy izlanishlarni olib boryapti. Oybek to'g'ri 2026-yilda biz ijodkorlarimiz
juda katta vazifani oldiga qo'ygan. Men yana 21 bir og'iz gapirib o'tib ketaman. Hozirgina aytdinglar, tajriba almashish, qolaversa shu ijodiy salohiyatni oshirish bo'yicha viloyatlardagi teleradio kompaniya, telekanallar orqali ijodkorlar bir-biriga borib, shu yerda o'rganib kelyapti. Mana siz aytmoqchi Namangan, Farg'onadan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasiga borib Gulzoda Kamolova borib shu yerda tajribalarni almashib keldi. Ko'rsatuv, o'sha yerdan ko'rsatuv tayyorlab o'zimiz efirga berdik. Qolaversa o'zimizning ko'rsatuvlarni shu yerga borib masofa menimcha 2000 kilometr bo'lsa kerak. Shu joy masofalar bu uzoqlikni bildirmas ekan. Shu yerga borib bemalol ko'rsatuv tayyorlab, Qoraqalpoq televideniyasiga ijodkorlar bilan hamkorlik qilib o'sha yerda hamsot bo'lib, ulardan tarjimasini biz tarjimani yoyib ketdi. Undan tashqari Nurafshon Toshkent viloyatini telekanali bor. Shu yerga borib Dilmot Parpiy boshchiligida guruh bordi. Yana bir Avazbek Qo'chqor rahbar boshchiligidagi ijodiy guruh yoshlar kanaliga borib, Toshkent kanaliga borib tajriba almashdi hamda u yerdagi telemahsulotlarimizni berdik, ulardan ham olib kelishdi. Bu an'ana davom etyapti, uzilgani yo'q. Bu nimani beradi? Ijodkorlarga bir katta bir maktab bu. Bir motivatsiya beradi, hozirgi til bilan aytganda, ruhlantiradi. Bir-birimizdan o'rganamiz. Hech qachon bundan charchamaslik yoki uyatmaslik kerak. Endi oldimizga qo'ygan maqsadlar juda ko'p. Yangi loyihalarimiz bor. Mana o'tgan yilda bitta narsani aytib o'tishim kerak. May oyida 25-may kuni ancha yildan beri o'tkazilmay qolgan kasting o'tkazdik. Ya'ni Surxondaryo boshlovchilikka. Ishonasizmi? 100 dan ortiq yoshlar televideniyani oldida to'planib, nomzodlar keldi shu ishtirok etgan. Nufuzli komissiya tashkil qildik. Bu komissiyaniga O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari senator Minhojiddin aka Hojimatov boshchilik qildi, keldi. Shularning ichidan tanlab shuni o'zingizlar bilasizlar, 5-6 ta yoshlarni, o'g'il-qizlarni, farzandlarni qabul qildi. Mana bugungi ayni chog'da bular biz bilan birgalikda faoliyat ko'rsatyapti. Bu an'ana yana davom etadi. Qolaversa yoshlarni olib kelishim, bitiruvchilik yoshlari bor. Eng muhimi yangi ko'rsatuvlar. Shu yilni mana dekabr oyidan boshlab Yonma-yon tok showsini yo'lga qo'ydik. Bu davom etadi. Hayot saboqlari degan telenovela. Buni ham yangi loyihamizni shu dekabr oyida yo'lga qo'ydik. U yilning boshidan beri qabul qilingan ko'rsatuvlardan tashqari boy bordi. Endi yangi yilga biz yana yangi. Buni sir bo'la qolsin. To'g'risi G'ayrat aka juda ham bir mazmunli suhbat bo'ldi. Albatta oldimizda hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p 2026-yilda, lekin bir narsani ochiq aytish kerak, 2025-yilda bizning hamkasblarimiz ham juda ham katta yutuqlarni qo'lga kiritdi. Ulardan biri ana shu Feruzaxon Siddiqova Senatda ana shu faxriy bir unvonini qo'lga kiritdi. Keling hozir nima deydi, nafaqada bo'lsa-da shijoatli yoshlar bilan barabar ishlayotgan ana shu Feruza opamning oldiga kirsakda, u ham bugun dam olgani yo'q. Aynan 1-yanvar bo'lishiga qaramasdan ishda u bilan ozgina suhbatlashamiz va undan keyin boshqa ijodiy xodimlarimiz bilan ham albatta ko'rish niyatimiz bor. Jarayonga kirib boramiz. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat. Oybek qarang, shuncha yutuqlar, shuncha natijalar o'zingizga bilinmas ekanda, to'g'rimi? Qarang, albatta. E'tiroflar jarayonida 1-yanvar bo'lishiga qaramasdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Mana bugun 1-yanvar bo'lishiga qaramasdan siz ham ish joyingizdasiz. Bu albatta mana shu kasbga bo'lgan sadoqat deymizmi yoki o'zi ishini nima deydi, yaxshi ko'rishi deymizmi? Avvalo o'tgan 2025-yil yangi yil qutlug' bo'lsin. Mana 31-dekabr kuni ham ishlarda jamoatini bilmadik. Va shu xalqimizga yaxshi ko'rsatuvlarni uzatamiz deb va bunda siz ham bevosita faol ishtirok etdingiz. Bugun sizni dam oladi deb o'ylagan edik, lekin topib oldik xonada. Marhamat. Albatta. Haqimizda ham bir gapirsak arziydi, to'g'rimi? Demak, bayram kunlari albatta hamma ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni qatori bizni jamoamiz uchun ham juda ham qizg'in ish kuni. Yanvar oyidan boshlab men uchun juda ham bir omadli keldi, xursandchilik kunlari bo'ldi. Demak, men O'zbekiston Respublikasi Senati tomonidan o'tkazilgan gender tenglik faoli tanlovida g'olib bo'ldim va qimmatbaho sovg'a, statuetka, diplom bilan taqdirlandi. Ayniqsa televideniyada bir kishining mehnati bo'lolmaydi hech qachon. Albatta bunda o'sha haydovchimizdan tortib, tasvirchimiz, montajchimiz, bizga sharoit yaratib bergan rahbariyat hammani juda ham katta hissasi bor. Butun bir jamoamizni, demak, yutug'i, mukofoti deb o'ylayman. Bundan tashqari o'tgan o'sha 2025-yilda hamkasbimiz Nilufar Yoqubjonova ham Shuhrat medali bilan taqdirlandi. Bu hamma butun bir jamoamiz to'g'rimi? Juda ham xursand bo'ldik, chin dildan xursand bo'ldik.
bir tarafdan shogirdimiz, bir tarafdan hamkasbimiz va bu butun bir jamoani mehnati, mahsuli, mehnati e'tirofi. Feruza opa, mana shu faxriy jurnalist sifatida, mana shu yuqorida mana shu rahbarlar bilan suhbatlashdik, ustoz shogird an'analarini yo'lga qo'yganmiz deb aytdi-da. Mana shu faxriylarga bo'lgan e'tibor haqida ham gaplashaylik. Faxriylarimizga mana shunday qanday e'tibor berilyapti? Bu joyda ham, bu maskanda ham juda katta bir insonlar, ulug'larimiz nafaqaga tushgan, ijod qilishga, mehnat qilishgan, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'l g'arar. Shuning uchun biz ustozimiz bo'lmasa, biz yo'l g'arab ketib qolamiz albatta. Shuning uchun mana shogirdlar bilan ishlash, ustozlarga e'zoz, e'tibor qanday bo'ldi? Albatta. Qarang, bu shunday qutlug' dargoh. Bu joyda G'ulomjon Eshonov, To'lqinjon Satimov, Jo'raxon Mukarramov, Ergashoy aka Dehqonov, Odiljon aka Isayev, Abdurahmon aka To'lanovdek bir ajoyib zabardast jurnalistlar ishlab, mehnat qilib o'tganlar va ularning oxiratlari obod bo'lsin. Hozir bizda jamoamiz juda ham yoshlar, hammasi o'sha ustozlar yaratgan maktabni ularga xos tarzda davom ettirishga harakat qilyapti. Bu borada biz ham masalan endi biz men ham mehnat faxriysi sifatida ham ijodkor sifatida qo'limdan kelgancha bularga bilganimni, o'shalardan o'rganganimni ustozlardan yetkazishga harakat qilyapman. Jamoamizdagi menga o'xshagan yoshi ulug'roq jurnalistlar birinchi vazifamiz demak yoshlarga o'sha milliy qadriyatlarimizni singdirish. Eng muhimi esa faxriylarimizni e'zozlash kerakligini uqtirishdan iborat juda ham bir katta vazifamiz bor. Bu borada yoshlarimiz o'ylaymanki, har qanday bir o'zining tengdoshlariga namuna bo'la oladi. Bizda qanaqaki tadbir o'tkazilsa, albatta o'sha faxriylarimizni, ustozlarimizni duolari bilan boshlanyapti, o'tkazilyapti. O'sha 9-may xotira va qadrlash kuni bo'ladimi, matbuot kuni bo'ladimi, boshqa televideniya tashkil topgan kun bo'ladimi? Albatta ular bir chiroyli suhbatlarni olishga harakat qilyapmiz. Buni bizdan ko'rgan yoshlarimiz albatta shunga ko'nikadi va shuni o'rganadi degan bir niyatda, yaxshi niyatlarda tadbirlar tashkil etilishiga jamoada harakat bo'lyapti. Bu jihatdan o'ylaymanki, jamoamiz ahil, bir-birini doimo hurmat qiladi, e'zozlaydi. Bu jihatdan bemalol har bittasi ham akam, ham ukam, ham singlim deb, opalarim deb ayta olaman va juda ham xursandman. Va yangi yilda bu hamma meni qadrdonlarimga, demak aka-ukalarim, opa-singillarim barchasiga juda ham katta ulug' niyatlarim bor. Hammasi ko'nglida nimaki niyati bo'lsa ushalsin. Baxti ochilsin hammasini, oilasida tinch bo'lsin, ro'zg'orida baraka bo'lsin hammasiga ijodiy kuch-quvvat tilayman. Endi suhbat juda ham chiroyli. Ustozlar bilan suhbatlashish albatta zavqli, maroqli. To'g'ri. Lekin sizni qo'lingizda bir ajoyib narsa paydo bo'lib qoldi. Qarang, men hozir qo'limga yoki yo'q. G'ayrat aka, mana o'rta qolgan yil aynan mana shu tabiat bilan bog'liq bo'ldi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va atrof muhitni asrash yili bo'ldi. Keling, o'sha yilda bilamizki, atrofga juda ham bir e'tibor kuchli bo'ldi. Mana bu qo'limda turgan favvora qayerda qurilyapti deb o'ylaysiz? bu shahar markazidagi bir chiroyli bir so'lim maskanda qurilayotganga o'xshayapti. Va aynan o'zimizning ishxonada bunyod etilayotgan favvora. Andijon viloyati teleradio kanalida Albatta, bu bunyod bo'lmoqda. Bu ham albatta bizni mana shu nima deydi, binomizni ko'rkiga ko'rk, nima deydi, chiroyiga yanada bir o'zgacha chiroy bag'ishlaydi degan umiddamiz. Faolligini ta'minlaydi. To'g'risi hozir loyihasi qo'limga tushib qoldi, shuning uchun oldim. Bu ham bitta yangilik. Bu ham yangilik. 2026-yilda ana shu Andijon teleradio kanali hududida favvoralar, albatta, tomchilari atrofida bemalol intervyular olishimiz mumkin. Intervyular olib, suhbatlar uyushtirsak bo'ladi. bo'ladi. Mana shu o'tgan 2025-yilda aynan mana shu rahbariyat tomonidan tashkil etilgan ma'naviyat xonamiz, grim xonamiz, albatta Yashil studiyaga tashrif buyuryapmiz. Assalomu alaykum. 1-yanvar bo'lishiga qaramasdan bu joyda ham axborotga tayyorgarlik. Odinaxon Nurmatova go'zallarni yanada go'zallashtiradi. Keling, Odina opam bilan gaplashib olaylik. Ikki og'iz. 2025-yil siz uchun qanday yil bo'ldi? Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Kirib kelgan 2026-yil bilan qizg'in muborakbod etaman. Barchangizning oilangizga baraka, dasturxoningizga ham to'kin sochinlik tilab qolaman. Oyna opa, mana 2025-yilda aynan mana shu grim xona tashkil etildi. Albatta. Bu o'zi asli televideniya uchun kerakmidi?
Albatta kerak edi. Juda ko'p aytardingiz. Juda ko'p aytardim o'zim 1998-yili ishga kirgan bo'lsam, shu yillar mobaynida shu grimxonamiz bo'lsa-yu, barcha qizlarimizni yanada chiroyli studiyaga kelgan chiroyli qizlarimizni yanada go'zal qilib chiqarsak ko'rsatuvlarga deb haqiqatdan ichimdan jo'shib yurar edim. Lekin mana bu yil 2025-yilda shu narsa tashkil etildi. Mana grimxonamiz, qizlarimiz kiradi, efirga, axborotlarga chiqishdan oldin bir qator nazoratdan chiroyli qilib go'zal qilib chiqarishga harakat qilamiz. Bolaga noz, ozgina pardoz yarashadi deb aynan mana shu pardozni Oydin opaga biz ishonib topshiramiz. Gulnozani 2025-yil hayotida qanday yil bu? Boshladik savol javob. Keling studiyaga kirish bilan birga davom ettiraylik shu suhbatimizni. Biz xalaqit berdingiz a? Yo'q, mayli, ozgina vaqtimiz bor, 10 daqiqa shu orada suhbatlashib olsak bo'ladi. G'ayrat aka, Oybek bilasizlarmi? Har bir yil inson hayotida o'zgacha bir muvaffaqiyatlari, yutuqlari bilan iz qoldiradi-da va 2025-yil meni hayotimda ijodiy yuksalish bilan bir qatorda ko'proq oilaga vaqt ajratadigan yil bo'ldi deyishim mumkin. 2025-yilni ilk aynan choragini farzand tarbiyasi bilan boshladim. Zavqi boshqacha baribir. Yutuqlar o'z yo'liga, lekin farzandingizni birinchi tili chiqqanida, birinchi qadam bosganidagi quvonch bu onalar uchun dunyoda tengi yo'q baxt deyish mumkin. 3 ta farzandning onasi bo'ladi deb o'ylaganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Qizlardek o'zi. Rahmat. Imkon qadar ularga shaxsiy namuna bo'lishga harakat qilamiz va ularni bosh farzandi mana 8-sinfda o'qiyapti. Aynan jurnalistika yo'nalishini tanlagan hozirdan bo'lg'usi jurnalist. Yaqinda safimizga qo'shiladi. Mana shunday muvaffaqiyat va 2024-yilda men niyatlarimga qo'shgan edim, ya'ni shaxsiy hayotimda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'laman deb. Va yanvarning 1-kunlaridayoq, ya'ni 7-yanvar kuni bu guvohnomani qo'lga kiritdim. Necha marotaba borib bunisida endi to'g'risini aytaman, testlarda 2-bor, lekin amaliyda 1-urinishdayoq o'tib keldim. Demak, mana ko'rdingizmi? Voy, bu yaxshi xabar. Bilim bo'lsagina, demak bu shaffof usuldan. Aytaman-ku G'ayrat aka, bizni mana shu qiz jurnalistlarimiz har nega qodir deyman-ku. Umuman mana shu yangi studiyalarimiz boshlovchilarimiz uchun qanday imkoniyatlarni beryapti? Mana shu yashil studiyalarimiz. Qarangda G'ayrat aka, bu televideniyani katta oqimiga men 2011-yilda kelib qo'shildim va bilasiz, u paytda juda ham qattiq bo'lgan axborotga chiqishlar. Esingizda bo'lsa, o'sha paytda ko'proq mas'ulligimiz to'g'ri kelib qolardi va hammasi jonli yozilardi. Qancha podvodka bo'lmasin, uni yoddan aytishimiz kerak edi. O'zimizni tutishimiz, kiyimimizga qarash, har bir so'zni xato qilmasdan o'qib berish va o'sha paytlarda o'zingiz xabaringiz bor-ku, yig'lab studiyadan chiqqan kunlarimiz Bo'lmadi, qaytaring. Bu yerga yaxshi intonatsiya bo'lmadi. Bu yerga yaxshi urg'u berishimiz kerak. Vaholanki bir qog'oz matnni o'qishni o'zi bo'lmagan. Bizni orqamizda juda katta mo'jiza turibdi, lekin tomoshabinlarimizga bu yashil ko'rinishi mumkin. Albatta, bu yerda o'zining ichki sirlari bor. O'shanda juda esimda qolgan. Ro'molcha tutib menga dalda bergansiz, G'ayrat aka, esizdami? Yig'lamang Gulnoza, bu kunlar o'tib ketadi. Unda texnik tomondan biz biroz qiyinchilikda bo'lgan davrlar, lekin Cheklangan edi imkoniyatlarimiz. Bitta podvodkani u paytda 2 soatlab yozgan bo'lsak, bugun butun boshli axborotni 10 minutga qolmasdan yozib qo'yamiz. Bu ham texnik tomondan rivojlanganimiz, ham o'zimizning shaxsiy tajribamiz ortganidan darak beradi. Qolaversa, aynan 2025-yilda men namunali tomorqachi degan bir unvonga ham sazovor bo'ldim. Bu ishdan tashqari ish. Hozirgi gapimni yana qaytaraman. Bizning jurnalist qizlarimiz har nega qodir. Qanday mahsulotlar? 15 sotixlik tomorqamiz bor, u yerda issiqxonamizda. Qolaversa, undan tashqari katta bog'imiz bor. Xullas, borsangiz bodomdan tortib olmagacha hamma narsani topishingiz mumkin. Qishin yozin noz-ne'matlar bilan siylaysiz. Men hozir bir narsaga qoyil qolyapman, G'ayrat aka. Endi kashf qilsak Nozani. Ha, ishdan ortib, turmush o'rtog'idan ortib, farzand tarbiyasidan ortib, qaynona qaynotani ko'nglini olib, undan tashqari tomorqaga vaqt ajratayotgani meni to'g'risi ta'jublantiryapti. Qo'shimcha daromad hamda ayollarga ko'proq pul kerak. Undan qolaversa islohotlarga hamnafas yashash biz uchun bu sharaf. Albatta o'zimiz shaxsiy namuna bo'lsakgina, keyin bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham o'zlari ham qilar ekan. Bular shunchaki targ'ibotchi emas ekan degan fikrga ham borishadi. Gulnoza 2026-yilda nima kutyapti? 2026-yilda boshlashdan avval hali 25-yildagi natijalar tugamadi. Yana bitta narsani 1-yanvar.
25-yilda erishganlarim hali tugamadi. Yana qo'shimcha qilib aytmoqchiman. 2025-yil bilasizlar, men faqat Andijon viloyat telekanali uchun emas, respublika kanallar bilan ham hamkorlikda ishlayman va 25-mart kuni markaziy kanalga yuborilgan Pul topar nomi ostidagi ko'rsatuvim butun telekanal reytingida eng ko'p tomosha qilingan ko'rsatuv sifatida e'tirof etilib, butun viloyatga namuna qilindi. Bu ham bo'lsa-da, bizga berilayotgan imkoniyatni bir namunasi deb aytish mumkin va oxirgi yangiligim yana dublyajga qaytdim. Demak, multfilm, kino. Kinolarda hozirgi kunda eng rivojlanayotgan Insta filmlar bo'lyapti va biz Men ijtimoiy tarmog'ida kuzatdim, aynan Instagram ijtimoiy tarmog'ida dublyaj jarayonlarini kuzatdim. Yaxshi. Shunaqa yangiliklar bilan o'tdi. Serqirra ijodkor. 2025-yil, lekin 2026-yildan juda ham maqsadlarim katta, chunki ot yili bilasizlar, eng serg'ayrat, halollik, poklik, murodga yetkazuvchi yil va mening 3-muchalim, ya'ni muchal yerim kirib kelyapti. Siz 24 yoshdasiz hozir, to'g'rimi? 36 yoshda. Biz buni siz tutayotgan edik, lekin mana 3 ta farzandi bor, shunday yutuqlarga erishgan. Bizni qizlarimiz bor, tomoshabinlar, siz faqatgina mana shu rasmiy tarzdagina shu axborotda yoki ko'rsatuvlarda bularning xabarlaridan boxabar bo'lishingiz mumkin, lekin shaxsiy hayotda tomorqach ham juda katta yutuqlarga erishgan qizlarimiz bor. Va mana shu 3-muchal yilimdan juda ham umidlarim katta, ya'ni ijod nuqtai nazaridan eng gullagan davrga chiqmoqchiman. O'zimni juda ham katta oldimga qo'ygan maqsadim bor. Qolaversa, shaxsiy hayotda ham o'zimga yarasha niyatlarim bor. Faqat maqsadlar aytilmaydi, sirligicha qolsa unga erishish osonroq bo'ladi. Inshaalloh hammasiga erishganda kelgusi yil sarhisobida bularni ham o'rtoqlashishga harakat qilaman. Sizga esa kuch-quvvat, biz sizni ko'p vaqtingizni olmaymiz va biz ikkimiz radio tomon harakat qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklarini o'z ichiga olgan Andijon axboroti informatsion dasturi efirda xabarlar. Teleradio kanalimizni ijodiy xodimlarini mana men ushbu faoliyatni boshlaganimga 20 yil bo'lgan bo'lsa, endi kashf qilishni boshladim. Gulnoza tomorqachi ekan, qarang. Lekin Mohigul Otamirzaeva o'ziga xos ijodkor. Mana men yoshligimdan, bolaligimdan Mohigul opamni ko'rsatuvlarini tomosha qilganman-da, mana shu ko'rsatuvlarda eng mashhur san'atkorlar bilan uchrashuvlarini ko'rgan. Mana shu Ozodbek Nazarbekov, O'zbekiston madaniyat vaziri va ko'plab san'atkorlarni mana shu Andijon telekanali studiyasiga olib chiqqan insonda. Lekin opani boshqa qiralari ham bor. Kelingda bir bugun suhbatlashaylik-da, ko'p narsa bilib olamiz. Qarang, 1-yanvar bo'lishiga qaramasdan Ish joyida. Mohigul otamiz. Pul kerak-da. Gonorar kerak-da. Gonorar kerak. Nabiralarga endi shirinliklar. Yangi yilni yaxshi o'tkazdingizmi? Yaxshi o'tkazdik. Kayfiyatlar qalay endi? Juda ham yaxshi, Allohga shukr. Endi kayfiyatga keladigan bo'lsak, meni hamisha bir gapim bor, hayot juda ham go'zal. Shu kayfiyatli odamsiz-da? Ha, kayfiyatli odamman, bilasizmi, Oybek? Qanaqa desam, umrni pasayfiroq gapiraveraymi? Bemalol. Umrni har bitta davrini o'zini vaqti bor-da. 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan davr o'sha uylanish, turmushga chiqish, juft topish davri bo'lsa, 30 yoshdan 45 yoshgacha bolachalarni katta qilish davrida. Hali ularning tashvishlari bilan bilmay qolasizlar-da. Umr o'tib ketgan, to'g'rimi? Sizdan nechta, Oybek? Hozir menda 3 ta. Sizda? 3 ta. Iloyim, barakasini bersa. Xullas 45 yoshdan 55 yoshgacha, 60 yoshgacha bo'lgan davr meni o'ylashimcha yaxshi qudanda ko'rish, nevaralar ko'rish, yaxshi kuyov ko'rish va o'sha yaxshi kelin olish davrida. Allohga shukr, o'sha bizni yarim baxtimiz bo'lgan kasbimiz bilan hamma o'sha etaplarni bosib kelyapmiz va nima deyman, yangi yildan kutayotganlarim juda ham ko'p. O'g'lim akademiyani bitiradi. Yaxshi kelin so'rayapman, rosa. Biz endi injoromizda hali kelin. Mana sizlarga juda ham samimiy, kamtar qaynona. O'tirsiz o'poq, tursiz so'poq demaydi. Yo, injiqligim bor. Injiqligim bor. Sirlar ko'rsatuvimiz maqsadi ham shu. Bizni Mohigul opa tomoshabinlarimiz juda ham rasmiy va mana shu jiddiy deb qabul qiladi. To'g'ri, o'zi aslida hayotda. Ha, juda ham bir. Ana hazilkash o'zimman. Xullas hazilkash endi shu hazilkashlik nimasiga hozir bir narsa esimga kelib qoldi. Men jonlikni juda yaxshi ko'rganim uchun radioda ham yaxshigina faoliyat qilganman, radio guruhida. Juda qiziq voqealar bo'lib qolardi, Oybek.
jonlida taniqli san'atkorlar bilan gaplashayotganimda shunaqa derdim, Anjonni qo'shib gapiringlar, Anjonni qo'shib. Mana bundan 10 yillar narida Avazoxon juda ham mashhur bo'lgan payti Avazoxon bilan gaplashyapmiz, jonli efir. Manaqa bolalar bo'lsa kerak edi, kichkina bolalar bo'lsa kerak edi. Jonli efir har xacha qilyapti. Telefon orqali. Telefonda suhbat qilyapman. Endi qanaqa qilib vaziyatdan chiqib ketishni o'ylayapman-da. Bir payt iloji qolmadi Avazoxonda ham. Bor anaqa, eshikni yop dedi-da. Endi nima deyman deb o'ylab tursam, Avazoxon juda ham chiroyli improvizatsiya bilan chiqib ketdi-da. Bu Mohgul opa bolalar qiziqda, Anjonni bolalari ham qiziq, chollari ham qiziq. Men aytganman endi Anjonni bolalari ham qiziq, chollari ham qiziq. Bitta to'ydamiz u atrofim bolalar o'rab olgan, hammasi avtograf yozdiryapti. Naryoqda chollar turibdi, avtograf yozyapman. Keyin sekin chollarning yoniga bordim-da, "Uzr, bu bolalar bizning kelajagimizda" desam, Anjonni chollarida endi qovog'ini solib turib, "Ha, biz ketajaymizmi?" Chollar ham, "Ha, biz ketajaymizmi?" dedi. Shunaqa jonli efirlarda shunaqa qiziq voqealar bo'lib turgan, buni kulib eslaymiz. Bu ham tajriba, bu ham mahorat, albatta chiqib ketish. Tajriba. Endi nima tilayman? Mohagul Otamirzaeva necha yoshidan qalam tebratgan, she'r yozgan va bugungi kunda qaysi mavzularda ijod qilyapti? Shoira. Biz bilib qo'yinglar, aziz teletomoshabinlar, shoira, lekin ana shu ijodiy ishlarini to'plab Oybek berkitib yuradi. Ko'ngilga yaqinlarga aytib beradi va ijtimoiy tarmoqlarda hozir. Hozirgi mavzulari qanday va avvalgi mavzulari qanday bo'lgan? Bilasizmi, hozir she'r Lekin o'sha yoshda bo'ladi. O'tish davrida masalan har bir ijodkor albatta qalam tebratadi. Hozir ham tebratadi, lekin kamtarlik qilyapti. Endi she'rlar mavzusi tura qolsin, chunki Yopiq yangi yilda pensiyaga chiqaman. Chiqmoqchi emasman, xudo xolasa, chunki mana oyliklarimiz zo'r oshdi. Buni tepasida turgan odamlarga ming rahmat. Bu oyliklarimizni oshish ustamalar qo'shdi, bizga qana ham g'ayrat, shijoat bag'ishlayapti. Demoqchi bo'lgan pensiya yoshidagi odam, balkim kimlardir she'r aytar, men o'zimni tabiatimda endi she'rdan yiroqroqmiz. She'r hali siz aytgancha yashirincha bo'lib turaversa, xullas. Lekin ijodkorligini bilib qolishdi. Yangi yilda so'rayotganlarimiz juda ham ko'p, kutayotganlarimiz juda ham ko'p. Loyihalaringiz bormi yangi yilda? Yangi yilda yangi radio loyihalari bor, chunki aytayapman-ku, shijoat, g'ayrat mana bizga rahbarimizda yana ham yuqyapti. Iloyim hamma yangi yilda kutayotganlarimizni, so'rayotganlarimizni bersin. Muhtaram teletomoshabinlar, bir necha daqiqalarga hamkasbim boshlovchi Oybek Mingboyev meni yolg'iz qoldirdi. Sababi ko'rsatuvni tezroq tayyorlash kerak, chunki bugun 1-yanvar kuni 21:00da efirga uzatilishi ko'zda tutilyapti. Shuning uchun qolgan ijodiy xodimlarimiz bilan suhbatlashib, tayyorgarlik jarayonlarida biz ayni vaqtda radio guruhini efirga uzatish xonasidamiz. Bu yerda ham ish qizg'in, chunki sekin ovoz bilan kirishimiz kerak bo'ladi. Bu joyda Fayoziddin, Mohagul Otamirzaeva, ustoz shogird, bu joyda Shahobiddinov, Sharobiddin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz jonli efirda emasmiz, a? Yo'q, ayni damda jonli efirda emasmiz. Keling, biz sizni boshlovchi, bundan tashqari yaxshi bir ijodkor sifatida yaxshi bilamiz-da, lekin ko'plab tomoshabinlarimiz bilmaydigan qirralaringiz ham bor ekan-da. Shuni bugun ochaylik. O'zimiz haqimizda gapirdashyapmiz. Sharobiddin bizga qanday qo'shiq aytib beradi? Avvalambor xush kelibsizlar Andijon radiosi. Bizni tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizni yangi 2026-yil bilan Andijon radiosi ijodkorlar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yangi yil barchamizga baxt, omad olib kelsin. Endi G'ayrat aka qo'shiqqa kelsak, to'g'risi yurtdoshlarimizni kayfiyatini ko'tarish uchun go'zal mana qo'shiq ham tepyapti. Yo'q, bizga buni qo'yib bermang. Biz mana shu joy bizni ochiqni aytish kerak. Ushbu televideniya bizni tarbiyaladi, katta qildi, voyaga yetkazdi va uyladi, farzandlik qildi va hozir mana shu joydan non topib yeyapmiz. Bu joyda siz ham o'tish shunday. Albatta G'ayrat aka, agarda xo'p desangiz, hamkasbim, do'stim Fayoziddin bilan birgalikda ijro etaylik. Fayoziddin ham qo'shiq aytadi. U nafaqat qo'shiq aytadi, balki gitara chaladi. Bundan tashqari she'r yozish qobiliyatlari ham bor. Birga texnika ustida nima qilyapti unda? Mana shunday noyob qirralarimiz bor ekan. Fayoziddinni taklif Fayoziddin, keling siz bilan qaysi qo'shiqni ijro etadi? Fayoziddin menimcha Fayoziddin
bugungi kunda uylanmagan a? Albatta. Qarang chiroyli yigit. Fayozdan, umuman televideniyega sizni nima olib keldi? Avvalo assalomu alaykum. Kirib kelgan 2026-yil bilan chin qalbdan tabriklayman. Bu televideniya sohasiga yoshligimdan qiziqqanman, ya'ni opoddan shu sohaga olib kirgan desam bo'ladi. Opodam o'zi texnika, televideniya sohasidan juda shug'ullangan va men ham qiziqish uyg'onib, televideniya sohasiga kirganman. Oybek, ijodiy guruhlarimiz tayyor. Biz hozir tomoshabinlarga bir necha daqiqalarga Oybek Mingboyev bizni xoli qoldirdi. Sababi biz tezroq buni 21:00 ga ko'rsatuvni tayyorlashimiz kerak deb aytib o'tgandir. Bular ijodkorlar ekan. Nafaqat bu yerda boshlovchilik qiladi, bu qo'shiqlarni havola qiladi. Bular qo'shiq ham aytar ekan. Demak, xabaringiz bormi? Birgalikda aytamiz. birgalikda qo'shiq eshitamiz bulardan. Qo'shiq aytib beraman derdi. Qaysi qo'shiqni ijro qilib berasizlar? Mumtoz maqom yoki milliy estrada. Milliy estrada. Milliy estrada. Demak, milliy estrada 4 qator siz aziz tomoshabinlar uchun nafaqat boshlovchi, nafaqat texnik xodim, balki yaxshigina xonanda desak ham bo'ladi bularni. Demak, bulardan jonli ijro eshitamiz. Marhamat. O'tkinchi dunyoning ortidan quvib dunyolar kezdima ko'ksimni kerib bugun ostonadan bir qadam qo'yib pinhona yig'ladim ichim to'lib oqlarni ko'rib pinhona yig'ladim ichim to'lib onamning sochida oqlarni ko'rib onamning sochida oqlarni ko'rib Bu tasodifan bo'ldi. Aslida gitaralar bilan shunaqa ijro etadi. Gitara xabaringiz bormi? Albatta, men ko'p kuzataman. Gitarada bundan ham menimcha Maromiga maromiga yetkazadi. Bu yigitni men g'ichchakda ko'rganman. Ko'proq. Aytaman-ku, bizni Serqirra ijodkorlar. televideniyamizdagi ijodiy texnik xodimlarning hammasi serqirra. Demak, Sharobiddindan maqom. Maqom eshitamiz. Maqom eshitamiz. 4 qator. Keltursa yuz baloni o'shal bevafo menga. Keltursa yuz baloni o'shal bevafo menga. Kirsin agar yuzimni yursam balo menga. Netgay menul rafiq bilan kim qilur basen. Mehru vafo raqib g'ajabru jafo menga. Qoyil. Aziz tomoshabinlar, bundan qiziqlari hali oldinda, bizni esa kuzatishda davom eting. Sizlarni esa jonli efirlaringga muvaffaqiyat tilaymiz. Xalqimizga mana shunday nima deydi, pozitiv kayfiyatni ulashishda charchamanglar deb qolamiz. Biz bunda yoshlarga albatta ishonamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, biz hozir HD formatda mahsulotlarimizni efirga uzatib bormoqdamiz va bu ham sizga sifatli efirlarni ta'minlashga yordam beradi. Bu narsani aytishni esimizdan chiqarmaylik, hurmatli tomoshabinlar. Bu yerga faqat efirga mas'ul bo'lgan xodimlargina kirishi ruxsat etilgan. Lekin bugun biz istisno tarzida mana shu qo'ng'iroqni chalamiz va bu yerga ruxsat olib kirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuv tayyorlayotgan edik. Mahmudjon bo'lsa kerak efirda. Ruxsat olganmiz rahbariyatdan, kirsak bo'ladimi? Marhamat. Ochilishlarni ham ko'rdilaringmi? Mana shunday qulflanadi bu xona. Assalomu alaykum. Mahmudjon Rasulov, efirga uzatuvchi texniklarimizdan hayotida juda katta o'zgarishlar ro'y bergan yigit. Necha yil bo'ldi Mahmudjon mana shu joyga kelganingizga? 17 yildan beri shu Andijon viloyatida kanalida ishlab kelyapman. Dastlab qaysi soha, kasb? Dastlab operatorlikdan boshlagansiz. Albatta, birinchi operator yo'nalishida kelganman. Undan tashqari har xil bo'limlarda, lavozimlarda ishlab kelib, hozirdan mana efir uzatish montajchisi hisoblanaman. Necha soat efir vaqtimiz bor hozirda? Necha soat davomida mana shu uxlamasdan efir qo'yasiz? Hozirda bizni efir vaqtimiz 18 soat. Ertalab shu 6 dan 12 gacha. Yana ertalab 12 gacha ketadi.
Texnik imkoniyatlarimiz haqida ham gapirib bering. Texnik imkoniyatlarimiz hozirda mana bizda zamonaviy kompyuterlar, zamonaviy programmalar o'rnatilgan dasturlarimiz bor. Hozirda ko'rayotgan bo'lsanglar mana sifatli eshitgan yo'nalishi bo'yicha efirga uzatiladi. Xullas bizda hamma sharoitlar yetarli. Mahmudjon 17 yil ana shu ishga kelgan vaqtingizni eslasangiz VHS kameralaridan 3 soatlik lentali kasetalar olib berasizmi? Ana shu kasetalarda biz montaj qilib mana shu joyga olib kirardik, to'g'rimi? Olib kirardik, mana shu joyda demak efirga uzatilardi, to'g'rimi? Albatta. Hozir qanday bo'lyapti? Shunga o'xshaydimi? Albatta aka. Mana billa ishlaganmiz mana Oybek aka, G'ayrat aka o'zingizlar bilasizlar, aytishda anaqasi ham yo'q. Hozirda ancha yengillashgan, ancha qulay, ancha masalan yengil texnikalar aka avvalgiga nisbatan mana ancha ulardan kuchli sifat beradigan, tezkor, o'sha raqamli anaqaga o'tganmiz, tizimga o'tganmiz. Shuni hisobiga biz ishchilarga ham mana ancha qulay. Efir qo'yadigan kompyuterimiz 3 ta, bitta emas. Masalan deylik, birinchi kompyuter o'chadigan bo'lsa, mana bo'ldi, ikkinchisiga o'tadi avtomatik. Ikkinchisi o'chadigan bo'lsa, uchinchisiga o'tadi. Ortda qolgan 2025-yilda Mahmudjonning hayotida nima o'zgarishlar, nima yangiliklar ro'y berdi? Uy sotib oldi, men bilaman. Uyli bo'ldi, yangi uyga ko'chib o'tdi. Bu ham bitta katta ishda sababi har bitta insonning o'zini baxt oshiyoni bo'lishi, shaxsiy boshpanasi bo'lishi qanday yaxshi. Albatta 2025-yil bizga omadli yil bo'ldi. 2025-yilda aytganimdek uy sotib oldim. Qo'shimcha rejalashtirilgan ishlarimni hammasi bo'ldi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'zi asli ishga kirganimdan beri shu ishxonamiz tomonidan yaratib berayotgan sharoitlar, hozirda bizga ajratayotgan imkoniyatlardan foydalanib, birin-ketirli shu nima desa bo'ladi, o'ylagan rejalarimiz amalga oshib kelyapti birin-ketirlikda. Ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketyapti. Biz ulardan bir qadam oldinda bo'lishimiz kerak deyapti. Bizni YouTube'dagi va boshqa tarmoqlardagi kanallarimizdagi obunachilarimiz kun sayin ortib boryaptimi? Bundagi tomoshabinlarimiz safini kengaytirish uchun bir yangicha yondashuvlar qilyapmizmi? Resurs sifatida aytib bering shuni. Hozir ijtimoiy tarmoq ustida ishlayapmiz. Ijtimoiy tarmoqni mana 25-yildan boshlaganmiz. O'zimizni YouTube nimamizni kanallarimizni ishga tushirganmiz. Hozir ancha obunachimiz bo'ldi, 3000 ga yaqin. Boshqa kanal Instagramda ham, Telegramda ham obunachilar oshirib olmoqdamiz. Endi bu yoqga anonslarimizni ko'paytiramiz, yana harakatlarimiz ko'p. Faqat bizni zangor ekranda emas. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda ham tomosha qilish mumkin bo'ladi. Endi mana yana bir rejamiz bor. Faqat televideniya orqali emas, mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli efir, ya'ni efirlarimizni jonli ravishda namoyish etib boramiz. Ya'ni Telegramda qo'ysiz ham, yo YouTube'ga kirsiz ham o'sha bizning efirda bir vaqtda o'zida tomosha qiladi. Tomosha qilish mumkin. Bitta sirni ochdi. 2026-yildagi yana bir sirni ochdi. Ilohim savollarga keladigan bo'lsak, axborotga ham ancha nima bo'ladi, jonli ancha texnikalarimiz bor unga ham. Jonli har soatda bo'lmasa ham har abid mahali, tushlik vaqtida, ya'ni pesha vaqtida, ya'ni o'zi belgilangan vaqtlarda jonli tarzda efir uzatib borish imkoniyatlarimiz paydo bo'lmoqda. Umuman olganda mana shu ko'rsatuvlarimizni jozibadorligini, ko'rimliligini oshirishda, yangi kreativ yondashuvda va albatta yangi loyihalarni nima deydi, birgalikda amalga oshirishda biz sizdan ko'p narsalarni kutib qolamiz va sizni ishingizga xalaqit bermagan holda biz demak suhbatimizni davom ettiramiz va kelgusi hamkasblarimizni oldiga chiqamiz. Oybek, bilasizmi, mana shu xonaga kirishdachi men to'g'risi yuragim bir boshqacha bo'lyapti, chunki kayfiyatim yo'q paytda kirsam ham kayfiyatim ko'tarilib chiqib ketadi shu yerda. Ularning kayfiyati qanday ekan? Keling. Bugun 1-yanvar. Lekin 1-yanvar bo'lsa-da bular ishda hali. Hormanglar. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Shahodatxon, Gulzodaxon. Qaynoq ish jarayonida bular hali ham. Qoyil. Keling, Shahodatdan boshlaymiz. Marhamat. Shahodat, telekanalga kelganingizga qancha bo'ldi? Bu yil 2026-yilda 18 yil bo'ladi. Ushbu kanal bizga nima berdi? Umuman Shahodatga nima berdi? Ulg'aytirdi. Yaxshi yomonni tanitdi.
ustozlarni tanitdi, kasbni qadrini o'rgatdi, mehnatdan rag'batni olishni o'rgatdi va kasbni sevishni o'rgatdi. 8-sinf edim, hech esimdan chiqmaydi. G'ayrat aka, eslaysiz siz u paytlarni. Ustozlarni qanot ostiga kirdik va ularni qo'llab-quvvatlovida bugun unib o'sishga harakat qilyapmiz. Eslayman, o'sha davrlarda jurnalist o'z kasbini ustasi Zulfuzar Rahmonova meni har sohada qo'llab-quvvatlagan, ba'zida koyigan, ba'zida tanbeh bergan, yoshlik qilgan xatolarim ham bor, lekin baribir o'sha paytlardagi tanbehlar bugun menga o'zini haqiqiy natijasini beryapti deb o'ylayman va ustozlarimga, ayniqsa Zulfuzarxon Rahmonovaga o'zimni mana shu joyda minnatdorchiligimni bildiraman. Shahodat Abdurahmonova 2025-yilda nima kutgandi? Yetdimi, yetmadimi? Juda ham kutganim bor edi. O'sha avtomashinamni yangiladim. O'zim yoqtirgan avtomashinani sotib oldim, lekin bilasizmi, 25 ni oxiriga kelib boshqachasini yaxshi ko'rib qoldim. Mana bu ijodkorlik. 26 ga maqsad qilyapti. 26 ga boshqacha, yangicha uslubdagisini sotib olish niyatim bor va bir niyatim bor edi, shu amalga oshdi, lekin hozir ayta olmayman. Saragan. 26-yilda ijodiy o'zgarish qanday bo'ladi? Qanday reja qilyapsiz? Yangilik bo'ladi. Ijodiy o'zgarish, yangi loyihalar, yangi teletomoshabin xohlayotgan kontentlarni, materiallarni tayyorlashga harakat. Hozir ham mana shu ish ustida ishlab o'tirgandik. Men shu xonaga kirishda aytdim-ku, hali kayfiyatim yo'q paytida kirsam ham kayfiyatim boshqacha bo'lib, pozitiv bo'lib chiqib ketaman. Har kuni kirib o'tirib olaman. Deylarmi deydi, qaysi bitta ko'taradi. Suv bormi deydi. Suv bo'ladi doim. Muhabbat Iminova necha yil bo'ldi mana shu sohaga kelganiga? 2011 da kelganman Andijon viloyati teleradio kompaniyasiga. Sermahsul bo'ldi. Hech qachon, bilasizmi, jurnalistni hayotida shunaqa murakkab vaziyatlar bo'ladi-da, kerak bo'lsa jamiyatdagi muammolarni tanqid qiladi. Shunaqangi vaziyatlarda bosim ham bo'lishi mumkin-da. Shunaqangi vaziyatlarda ham hech qachon kasb tanlovidagi qarorimdan afsus qilmaganman. Va 2026-yilga ham rejalarimiz ko'p. Hozircha sir tutamiz buni. Ot muchali kirib kelyapti. Hamkasblarimiz orasida ham ot muchalda tavallud topganlar bor. Gulnoza masalan Olimova. Xullas, ot yili sermahsul yil bo'ladi. Bu insonni sabrini sinaydigan yil sifatida, muchal sifatida qaraladi, lekin insonni yuksaltiradigan, muvaffaqiyatlarga eltadigan va umuman taraqqiyotda, insonni shaxsiy hayotida ham, mamlakat rivojida ham shiddat bilan o'zgarishlar yuz beradigan davr sifatida, yil sifatida qaraladi. Chunki otga xos chopqirlik, tezkorlik o'z-o'zidan yilda ham mujassam bo'ladi-da. Tarixda siz bilan bizga ham yuqadi. Albatta, albatta shu ma'noda. Chunki hayotimizga bevosita ta'sir qiladi. O'ylaymanki, natijalarga juda ham tezlikda erishamiz. Sermahsul bo'ladi. Albatta. 2025-yil hammadan so'rashadi. Qanaqangi orzularingizga yetishdingizmi, maqsadlaringizga yetishdingizmi deyshadi. Ayrimlar uchun bo'ladi, bu o'sha stabil ketadi. Bir xil tarzda ketadi. 2025-yil xuddi shunday bo'ldi men uchun shaxsan. O'sha me'yorda, bosiqlikda, o'zgarishlarsiz, albatta orzular bo'ladi, lekin davr bo'ladiki, shunday o'sha bir me'yorda ketadigan payt bo'ladi. Lekin 2026-yilda yurak ham boshqacha bo'ladi. Ha, 2026-yilda xuddi ana shunday kayfiyat boshladi. Ha, kayfiyatim ham shunga monand bo'lyapti, chunki yangi yil chindan yangilik olib kelish kerak va 2026-yilda kutayotganlarim juda ham ko'p. Har bir inson baxtli va omadli bo'lishni istaydi. Har sohada, oilada, ishda natijaga erishishni istaydi. Va har birimizning maqsadimiz ham xuddi shunday. Daromad haqida hech kim gapirmaydi. Karyerada ham karyerada ham xuddi shunday, karyerada ham xuddi shunday va bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Oylik maoshlar hozir pulga ketganda, qadalganda eng yuqori oylik maosh oladiganlar ham aynan biz hisoblanamiz. $1000 dan oshiq. Ha, $1000 ham oshiq. Shaxsan o'zim ham xuddi shunday va endi oilada albatta erishgan yutuqlar xuddi oilada va ishxonada yangi
dasturlar qildik, yangi jonli efirlar bo'ldi, jonli efirlarda chiqmoqdamiz har kuni va ijodimiz ochilyapti va eng asosiysi yillar bizga tajriba bermoqda. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Shu xonaga kirganimda ba'zida men bilan gaplashib qolardi. Qayerlargadir ketgim kelyapti, borgim kelyapti. Shu 26-yilda qayergadir sayohat qilishdan reja qilasiz. 26-yilda xorijga. Ot muchali sayohatga boy yil bo'lar ekan. Gulzodaning yili bo'ladi bu yil adashmasam. Va bir narsa hozirdan o'sha daftarimga, yon daftarimga yozib qo'yganman va tur firmalar bilan suhbatlashganimizda Yevropa bo'ylab sayohatlarimiz boshlanadi. Birga sayohat qilamiz ko'rsatuvi bu 2026-yilda o'zgacha formatda bo'ladi. Chinakam qorboboni uchratib qoldingiz. Nima so'rardingiz? Voh. Ya qorboboni. Voh. Menmi? Bunday demang. Kutilmagan savol. Juda ham to'g'ri. Men ota-onamga uzoq umr, shu ota-onam bilan farzandlarim bilan birga umr guzaronlik qilishni so'rardim men. Nimaga maqsadlar? Siz nimalarimizdan so'raymiz, bizni so'roqqa tutganlardan. Agar haqiqatan ham yangi yil kechasida Qorbobo kelib, seni agar tilagingni amalga oshiraman, faqat bir tilaging deydigan bo'lganda, men albatta shu yaqinlarim meni baxtimga sog' bo'lishini va albatta ular har qanday vaziyatda yonimda turishlarini xohlardim. O'zingiz xotirjamlik va baxt so'ragan bo'lardim. Shuni o'zi katta narsa. Va shahodatdoy. Butun dunyoda yaxshi niyatlar amalga oshsin. insonlar hamisha bir-biriga mehr-oqibatli bo'lsin, qadriyat yo'qolmasin, insoniylik yo'qolmasin. Insoniylik bor ekan, bir-birini qadrlar ekan, baxt ham, e'tirof ham, hammasini topsa bo'ladi. Va eng muhimi mana shu qadriyatlarda bir-biriga xoh u do'st bo'lsin, xoh erkak ayol bo'lsin, sadoqat yo'qolmasin. Shuni so'ragan. Muhabbat Eminova. O'zingiz berdingiz Agar savolni. chinakam qorbobo bo'lganda, hassasi bilan orzuyingizni amalga oshirib qo'yadigan hassasini olib Aro qo'yadi. chet elda paydo bo'lgan. Yo'q. Sayohatchi qurbaqa emasman. Agar Sayohatdan faqat yiroq. bitta tilagingni amalga oshiraman desa, shu yer kurrasida, yer zaminida halovat bo'lsin degan bo'lardim. Halovat bo'lsa, siz oilangizda ham, meni oilamda ham, dunyoni narigi burchagida ham hamma oilada tinchlik bo'ladi, sog'lik bo'ladi, baxt bo'ladi degani. Ikkinchi tilagingchi deganda ketdi. O'zim uchun so'rardim-da endi ikkinchisini. Bolalikka qaytarib qo'yishini va Zo'rg'a katta kosmonavt bo'lishni orzu qilgan bo'lardim, so'ragan bo'lardim. Nimaga jurnalist bo'lib 15 yildan oshiq ishlab ko'rdim-da, inson qanaqadir hayotida o'zgarishlar qilish kerak-da. Kosmosga chiqib ko'rishni, yerdan uzilib fazoga, sayyoralarga chiqib ko'rishni, oyga chiqib ko'rishni istagan bo'lardim. 2026-yilda oyga chiqing. Muhabbat. Oybek ijodiy texnik xodimlar bilan suhbat juda ham maroqli o'tdi, to'g'risi. Aynan ularda ochilmagan bir qirralari ochilyapti, bilyapsizmi? Ko'p ijodkor ekan-a? Albatta. Keling endi haydovchilar bilan ham suhbatlashamiz. Haydovchilarimiz mana tayyor. Qayerda qanday syomka, tasvirga olish jarayoni bo'lsa, ana shu viloyat u burchagidan bu burchagigacha bular geografiyani juda yaxshi biladi, bilasizmi? Oboring desak o'sa oborishadi. Mana kimlardir mashinada o'tiribdi mana, kimlardir pastda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Bugun 1-yanvar. Yangi yilni qanday kutib oldinglar? Yangi yilni yaxshi kutib oldik, oilaviy bayram, hammamiz chiroyli bo'lib, oila davrasida bo'ldik. Yangi yilga astoydimiz endi. Moddiy texnik bazani ko'ryapmiz, juda ham bir yaxshilangan, yangilangan. Endi Damaslarimiz chiroyli, hammamiz mashinamiz yaxshi, texnik soz holda olib yuramiz. Endi Dilshodbek ham yangi korxonamizga ishga kirgan xodimlardan biri. Hozirda javlon urib ishlayapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Dilshod aka keling, yangi yildan siz qanday orzu, maqsadlarni reja qilyapsiz? Keling, shu haqida birinchi aytib bering. Xalq xizmatini qilish. Ijodiy guruhda o'z manziliga o'z vaqtida yetkazib borish. 5 kasb. Shu. Endi sizni mana haydovchilar orasida suhbatlashganimizda yaxshigina ijodkor ham deb eshitganmiz. Keling bir bayram tabrigi sifatida to'rt qator sizdan jonli ijro etsak. Nima? Asakani ko'chasida o'ynab o'tgan shaboda
Shirmo yuzli janonani ko'rmadingmi mabodo. Shirmon sotmay qo'ydi-yu holim erur aftoda. Shirmo yuzning sog'inchidir kundan kunga ziyoda. Shirmo yuzning sog'inchidir kundan kunga ziyoda. Bu iste'dodlar qanday qilib haydovchilik qilib yuribdi, to'g'risi men o'zim ham Yuqadi Oybek, ana shuning uchun ham tasvirchilar bilan, ijodiy guruh bilan yurgandan keyin demak har bitta jarayon singib borar ekan. Men o'ylaymanki, bizda bu joyda mehnat qilayotgan barcha xodimlar o'zi ijodkor. To'g'ri. Oybek, qarang, bilasizmi, ko'p holatlarda teleekran orqali lavha, reportajlarni ko'pchilik tomosha qiladi. Uni o'zi aslida ana shu televizorda o'zini namoyon etayotgan muxbir yoki jurnalist tashkil qilgan olgan deb o'ylaydi. Lekin asosiy mashaqqatli ishni asoschilari bu tasvirchilar hisoblanadi. Albatta. So'z bilan tasvirda uyg'unligini albatta birgalikda yetkazib berishda ularning o'rni muhim sanaladi. Mana Xotam aka ham uzoq yillik tajribaga ega operator. Va albatta nima deydi, bugun uning farzandi ham ota-onadan ketib operator lavozimida mana mehnat qilib kelyapti. Men shu kasbga kelganimga mana 28 yil bo'ldi. 28 yil shu kasbda ishlagan bo'lsam, hozir ham shu kasbsiz o'zimni tasavvur qila olmayman. Hatto uyda ham, yotgan joyimda ham, hayolimda ham baribir ishga bog'liq shunaqa yurakdan berilganman. Lekin inson o'z kasbini, qanaqa kasbdan ishlashdan qat'iy nazar o'z kasbini yurakdan sevib, hayolan o'sha kasbiga bog'lanib yashasa, hamma narsa chiroyli bo'lar ekan. Shogirdlar kelyapti. Shogirdlar kelyapti, mana bir qancha shogirdlar. Ular qatorida mana o'zim farzandim va meni orqamdan shu kasbni tanladi. Nimaga? Endi tasvirchilik kadrda orqasida bo'ladi. Asosiy eng katta baxt tasvirchining ko'zida bo'ladi. Nimaga desangiz, har bitta olayotgan million odamlar ko'rayotgan narsani meni birinchi nigohim ko'radi. Meni nigohim olgan narsani odamlar tomosha qiladi. Shunga men quvvaraman. Kirib kelgan yangi yil barchamizga, hamma O'zbekiston xalqiga, qolaversa o'zimizni shu tizimda ishlayotgan barcha opa-singillarga, akalarga, hammasiga omadlik kelsin. Hammasi nima niyat qilgan bo'lsa, yangi yilda niyatlariga ersin. Operatorlik siz uchun nima? Operatorlik men uchun hayotim men uchun. Javohirda. Tasvirchilik nima? Tasvirchilik bu ko'rgan odam ko'rgan narsasini chiroyli bir tasvirlab bersa, masalan, xalqqa ko'rsatsa, shu go'zal qilib ko'rsatsa, shu deb o'ylayman-da endi. Tasvirchilik. Baxtiyor Alimov, Alisher Alimov. Tasvirchilik bu televideniyaning yuragi deb hisoblayman. Sababi agar biz tasvirga olmasak, montajchiga montaj ish bo'lmaydi, muxbirlarga gapiradigan gapi bo'lmaydi. Shu tasvirchilar televideniyaning yuragi. Barchaga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz. 2026-yilning 1-yanvar sanasi hammaga yangi yil muborak bo'lsin. Qadrdonlar, aziz muxlislar, FM 101.6 Andijon radiosini hali hamon tinglayotganlarga esa eng zo'r zavqli daqiqalarni tilab qolamiz va albatta biz bilan birgalikda bo'lasizlar degan umiddamiz. Davom etamiz dasturimizda yiroqqa ketmagan holda. Baxtiyor Mavlonov Andijon radiosining ayni paytda jonli efirda. Baxtiyor Mavlonov 2025-yildan nima kutgan edi? Adashmasam, avtomashina sotib oldi. Menimcha Baxtiyor Mavlonov 2025-yilda o'ylagan orzusiga yetdi. Hormang Baxtiyor Mavlonov. Assalomu alaykum. Shunday bir odatim borda, har yili yil boshida bir rejani oldimga maqsad qilib qo'yaman va aynan mana shu rejani dekabr oyida ya'ni sarhisob qilaman. Qaysilarga erishdim, nimalarni qanday yutuqlarga erishdim va nimalarni yutqazdim degan shunday oldimga maqsad qilib qo'yaman va 2025-yilda ko'p narsaga, ko'p do'stlar orttirdik. Ish faoliyatimizda yuksalishlar bo'ldi. Katta bir marralarga erishdik. Qolaversa, oilamizda ham o'zimizda
nima deydi mana hozirgina aytib turgan edik. Avtomashina sotib oldim. 2026-yilda endi farzandlar katta bo'lishyapti. Farzandlarni oliygohlarga tayyorgarlikka yo'naltirish. Oyda kerak bo'lsa haftasiga o'sha efirdan keyin jamoa bilan, radio jamoasi bilan yig'ilamiz, to'planamiz, yangiliklar haqida, o'tgan shu efirlarimizdagi kamchiliklarimiz haqida gaplashamiz, suhbatlashamiz, qanday yutuqlar bo'ldi, qanday kamchiliklar bo'ldi va imkon qadar o'rnida bartaraf qilishga harakat qilyapmiz va yurtdoshlarimizga eslatib o'tmoqchiman, aytib o'tmoqchiman. 2026-yilda biz yosh ijodkorlar bilan, qolaversa yangi loyihalar bilan yana Andijon FM radiosini yana keng qamrovli tarzda, yana ham sifatli tarzda jonli efirlarda amalga oshiramiz degan umidamiz. Aktyor Mavlonov aytayapti-da, mana shularning kayfiyatiga qarab qo'shiqlar qo'yiladi deyapti. Sizning kayfiyatingiz agar tushib ketsa, yo'q, tushkun kayfiyat yo'q, bo'lmaydi. Faqat shu muxlislar uchun ishlaymiz. Bu kayfiyat u efirga nima qilmaydi? Ta'sir qilmaydi. Sizlar bilan Xurshid Fojilov bo'ldi. Demak, efirda ortida qo'shiqlarni tanlaydigan ovoz rejissyorlarimiz mana shular muxlislariga yaxshi taronalarda taqdim etadigan kadr ortidagi inson desak mubolag'a bo'lmaydi. Ishlaringizga muvaffaqiyat. 2026-yilda qanday reja va maqsad qilgan bo'lsangiz, barchasiga erishishingizni biz xohlab qolamiz. Xo'p, 2026-yil televideniya tarixida qanday yangilik, o'zgarish bo'lishi kutilyapti? Haqiqatda 2026-yilda viloyat televideniyamizda binoni to'liq kapital remont qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, 450 kvadrat metrli studiya binosini qurishni reja qilib turibmiz. Bu borada mablag'lar ajratilgan. 25-yilda qanday ishlar amalga oshirildi? 25-yilda yashil energiyaga o'tish hamma qatori bizda ham jarayonlar amalga oshirildi. 20 kilovatli quyosh elektr stansiyasini o'rnatdik. Bu hozirgi kunda bizni iste'molimizni 30% ni qoplab turibdi. Shuningdek, yaqinda viloyat rahbari shaxsan o'zi bizni kompaniyaga kelib o'zini mablag'larni ajratdi. Bu moddiy texnik bazani rivojlantirish bilan bog'liq bo'ladigan mablag'. Bu ham bo'lsa ijodiy texnik xodimlarimizni kayfiyatini ko'tardi, ish unumdorligini ortishiga xizmat qiladi bu. Albatta, endi hozir bu mablag'larga texnika, umuman media mahsulotlarimizni yaxshilash maqsadida loyiha smeta hujjatlarini qilganmiz. 26-yildan bu mablag'larni to'g'ri yo'naltirib, albatta fursatdan foydalanib viloyat rahbariga o'zimizni ijodiy texnik xodimlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Demak, televideniyani asosiy kuchi, asosiy yuragi bu texnikada. Texnika bo'lsagina, demak, mashaqqatingiz oz bo'ladi, ishingiz yanada unumli bo'ladi va berayotgan mahsulotimiz ham anchagina sifatli bo'ladi. Ko'p narsani sir tutyapsiz, hali buni demak efirlar jarayonida 26-yilda xudo xolasa amalga oshganda sizlar o'zingizlar ham shuni ichida yuribsizlar, ko'rasizlar. Shuningdek, Yashil makon umumiy loyihasi doirasida mana hovlimizga manzarali daraxtlar ekildi, igna bargli daraxtlar ekildi va o'ziga xos manzara landshaft yaratilyapti. O'zimiz haqimizda tayyorlayotgan ko'rsatuvimiz davom etadi. Hozir meni yonimda hamroh bo'layotgan hamkasbim G'ayrat Sirojdinov yo'qligiga ta'jublanmang. Bu ayni paytda qaynoq ish jarayoniga kirishib ketdi. Hozirda studiyada yana bir yangi yil ko'rsatuv yozilyapti. Hozir biz aynan ko'rsatuv mualliflari Xurshida Bonu Yo'ldosheva hamda Munojat Kamolovalar bilan suhbatlashamiz. Ketdik. Hozir ayni paytda Xurshidaxon ko'rsatuv yozish bilan band. Aynan bugun dam oladi deb o'ylagan edik. G'ayrat Sirojdinov esa mana har doimgidek qaynoq ish jarayonida. Xurshidaxon, siz uchun 2025-yil qanday keldi? Avvalambor assalomu alaykum. 2025-yil hamma qatori juda ham yaxshi keldi.
ayniqsa bir yoshingiz o'tgani sari o'ziga yarasha bir dars olishingiz, aqlani yetuklik sari qadam tashlashingiz bu menimcha har bir insonda o'tadigan jarayonlar. Shuning uchun aynan bu yilda daromadimiz oshib, hayotimizni farovonligi bo'lishida juda ham katta bir muvaffaqiyatlarga erishdik. Sir bo'lmasa qanaqa muvaffaqiyat endi? Endi bu birinchi navbatda oyligingni, maqsadingni, oyling haqida hech kimga aytma deydi. Shuning uchun bu sir bo'la qolsin va hamma shunga yil davomida har bir insonni hayotida shunaqa yaxshi bir kunlar ko'p bo'lsin deyman. Chunki 6 yillik juda ko'pchilik uchun yaxshi keladi. Murodlar hosil bo'ladigan yil deyiladi. Va mana shunaqa chiroyli ko'rsatuvlarni yozishda davom etaylik. 26-yilga maqsadlar qanday maqsadlar? Maqsadlar juda ham katta. 2026-yil 2025-yilga nisbatan yana ham ulg'ayib, yana ham o'sib, yana ham yuksalishni niyat qilganmiz. Ilohim mana shu orzularingizga yeting, ko'rsatuv muvaffaqiyatli chiqsin, biz esa o'z yo'limizda davom etamiz. Ayni paytda yana bir hamkasbimiz Munojotxon Kamolova ish jarayonida. Munojot Kamolova 2025-yilda qanday muvaffaqiyatlarga erishdi? Ammo oilada qanday yangiliklar? Oilada juda ko'p yangiliklar bor. Undan boshlaymi, oiladan boshlaymi shunda? Albatta. Endi farzandlar yutug'i o'zi aslida hammaga boshqacha ilhom, boshqacha kuch, boshqacha g'ayrat beradi. Jumladan menda ham shunaqa yutuq bo'ldi. Farzandim aynan hozirgi kunda o'sha Shveysariyaning Lucer University'da xalqaro turizm yo'nalishi bo'yicha tahsil olyapti va biz uchun eng yutuqli tarafi aynan El yurt umidi jamg'armasi tomonidan biz grant yutdik va aynan davlat hamma xarajatlarini qoplab berdi. Bu juda katta biz uchun yutuq va bundan tashqari ishda ham juda yaxshi o'zgarishlar. Aynan yo'nalishim tibbiyot bo'lgani uchun tibbiyot sohasida juda islohotlar ko'p bo'ldi. Mana yilning oxiriga qadar ulgurmayapmiz islohotlarni yoritib va o'ylaymanki 2026da ham mana shunaqa yutuqlar bardavom bo'ladi. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, baxt, iqbol tilayman. Charchashlar yo'qmi? Yangi yildan keyin bugun yana ish. Albatta, ish jarayoni har doim qizg'in bo'lgan. Aynan ishlar bizga boshqacha kuch beradi. Mana meni boshlovchim, boshlovchilik bo'yicha. Siz boshlovchingiz edi. Andijon nafasida. Shunga aytyapman, hozir meni yonimda G'ayratbek yo'qligini ko'rib, tajriblanmanglar dedim. U yana ish jarayoniga kirishib ketdi deb aytdim. Birinchi yanvardan boshlab endi yana ham kuchga kirishimiz kerak. Albatta. Yangi rejalar 2026-yilda rejalar, maqsadlar. Yangi dasturlar juda ham ko'p. Aynan tibbiyot yo'nalishida mana naushnikda tinmasdan rejissyorlarimiz gapirib turibdi, tezlashinglar, rejalar kiyinatamiz va ulardan ham intervyu olishinglarni so'rashyapti. Rejalarim ko'p, chunki tibbiyotda juda ko'p davlat rahbari topshiriqlar berdi. Ana shu topshiriqlar ijrosini albatta biz ommaviy axborot vositalari xodimlari sifatida targ'ibot qilamiz, yoritib boramiz. O'ylaymizki, aynan bu boradagi yangi tok-shoular bo'ladi. Mayli, Gulmira Odiljonovani oldiga biz hali aynan studiyada ish faoliyatida ko'rishib yonida yangiliklar haqida eshitamiz. G'ayratbek Sirojiddinov, keling endi sizni yoningizda hamroh bo'layotgan Gulmiraxon Odiljonova bilan ikkita familiyam bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Gulmiraxon. Xohlasanglar Odiljonova, xohlasanglar Botaboyeva deb. Hozir bir boshladik. Mana ko'rdingizmi? Menga kelganda boshladik. Efir, motor. Har doim biz o'zi shoshilib turamiz. Qachonki motor so'zi eshitilishi bilan atrofda ham haligi savollar paydo bo'ladi. Bugun ham xuddi shunaqa bo'ldi. Qanaqa savolingizga javob beray? 2025-yilda nima kutgan edingiz? 2025-yilda nima kutgan edim? Muhimi kutganim sodir bo'ldi va 2026-yildan ham kutganlarim bor, orzularim, umidlarim bor. Nafaqat ish bilan, shaxsiy hayotim bilan bog'liq yaxshi umidlar, yaxshi niyatlar, rejalar bor. Nasib etsa harakat qilamiz. Erishamiz degan novellalarni tomoshabinlarimiz ko'radimi? Darvoqe, albatta 2025-yilda viloyat hokimligi tashabbusi va hamkorligida Andijon viloyat musiqali drama teatri ijodiy jamoasi, Andijon yoshlar teatri ijodiy jamoasi bilan hamkorlikda biz aynan Andijon telekanali orqali turli mavzudagi hayotiy real voqealarga asoslangan telenovellalar ishladik, suratga oldik, ssenariylarni yozishga harakat
harakat qildim qo'ldan kelgancha va 2026-yilda ham tomoshabinlar uchun eng manzur va maqbul ko'rsatuvlar, ajoyib loyihalar tayyorlashga harakat qilamiz. Hammaga 2026-yil zo'r yil bo'lsin, pozitiv yil bo'lsin va 2025-yil esa unutilmas lahzalarga boy bo'lib umringizni eng go'zal sahifalarga muhrlansin. Yangi yil muborak bo'lsin. Biz shu joyda xayrlashib qo'yamiz. Shu joyda xayrlashamiz. O'zimiz haqimizda qancha ko'p gapirmaylik, vaqt yetmas ekan. Demak, biz shu joyda bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Demak, sizlar bilan kelgusi yilda aynan mana shu yangi yaxshi xabarlar bilan ko'rishamiz degan umiddamiz. Xayr. Salomat bo'linglar. Bo'ldi.